Diqqat, tezkor xabar. O'zbekistondan Rossiyaga uchishi kerak bo'lgan samolyot kechikishi haqida ogohlantirildi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisyasiya tugmalarini bosib qo'ying. O'zbekiston Airways Toshkent Krasnodar Toshkent reysi kechikishi haqida ogohlantirdi. Yangilangan jadval. HY 687 reysi Toshkentdan uchish soat 12:00 da, Krasnodarga qo'nish 14:20 da. HY 688 reysi Krasnodardan uchish soat 15:20 da, Toshkentga qo'nish 20:55 da. Kechikish Krasnodar aeroportida samolyotlar qabuliga qo'yilgan cheklov bilan bog'liq, deyiladi xabarda. Rossiya Savdo-sanoat palatasi prezidenti Sergey Katerin gazeta.ru'ga bergan intervyusida yaqin kelajakda Vyetnam, Nepal va Bangladeshdan Rossiyaga mehnat muhojirlari oqimi kuchayishi mumkinligini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, Janubiy-Sharqiy Osiyo mamlakatlari uzoq muddatli shartnomalar asosida kelishga tayyor. Ishchilarning katta guruhlarini shakllantirish imkoniyatiga ega. Shu bilan birga Katerinning ta'kidlashicha, chet el ishchi kuchiga haddan tashqari ishonish avtomatlashtirish va samaradorlikni oshirishni sekinlashtirishi mumkin. Mutaxassis Hindistonda migratsiyaning kuchayishi Rossiyada xususan qurilish va restoran, xizmat ko'rsatish sohasida, chakana savdo va tozalash kompaniyalarida ishchi kuchi yetishmasligi bilan bog'ladi. Korxonalar uchun bu ishchi kuchi yetishmovchiligini to'ldirish va buyurtmalarni o'z vaqtida bajarish, ishchilar uchun esa pul ishlash imkoniyatini taqdim etadi. Rossiyada daromadlar migrantlar kelayotgan mamlakatlarga qaraganda taxminan 1,5 baravar yuqori. Katerin 2026-yilda Hindistonda migratsiya o'sishini bashorat qilmoqda. Rossiya MDH davlatlaridan O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'izistondan kelgan ishchi kuchiga tayanishda davom etadi. Biroq ekspert ta'kidlaganidek, bu mamlakatlarning resurslari cheklangan. Turkiya va Yaqin Sharq ishchi kuchi uchun raqobat qilmoqda. 2025-yilda Rossiyaga hindistonlik mehnat muhojirlari oqimi o'tgan yilga nisbatan qariyb 25% ga o'sdi. Qurilish va xizmat ko'rsatish sohasida hindlarning o'rtacha ish haqi Hindistondan 60% yuqori. Ishchi kuchining keskin taqchilligi sababli ular uchun jami 234,9 nafar kvotadan 71,8 ming kishilik kvota ajratildi. O'zbekiston Respublikasining Rossiya Federatsiyasida joylashgan konsullik mas'ullari faoliyati davomida O'zbekiston fuqarolari tomonidan konsullik muassasalariga qalbaki hujjatlar taqdim etish holatlari kuzatilmoqda. Shu sababli O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ushbu mamlakatdagi o'zbekistonliklarga ogohlantirish bilan chiqdi. Mavjud ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston va boshqa davlatlarning turli xil qalbaki hujjatlarini tayyorlab berish xizmatlarini taklif qiluvchi e'lonlar Telegram mobil ilovasida, virtual guruh va kanallarda keng tarqalmoqda. Ushbu jinoiy guruhlar faoliyati oqibatida fuqaro EMR qalbaki vatanga qaytarish guvohnomasini rasmiylashtirgan va O'zbekistonga chipta olish jarayonida hujjatning soxtaligi aniqlangan. O'zbekiston Respublikasi Qozon shahridagi bosh konsulxonasining tezkor harakatlari natijasida fuqaroning Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 322-moddasi, Rossiya Federatsiyasi davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tish hamda 327-moddasi soxta hujjatlar bilan davlat mukofotlari, shtamplari, muhrlari yoki blankalarni qalbakilashtirish, tayyorlash yoki sotishda nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etishining oldi olingan. Rossiya Federatsiyasi hududida bo'lib turgan O'zbekiston fuqarolariga ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan turli xil hujjat tayyorlab berish haqidagi e'lonlarga aldanmaslik, hujjatlarni rasmiylashtirishda faqat O'zbekiston Respublikasining vakolatli organlariga murojaat qilish qat'iy tavsiya etiladi. Shu orqali siz firibgarlik va noxush holatlarga tushib qolishning oldini olishingiz mumkin, deyiladi xabarda. Toshkentda Rossiyaga ketadigan fuqarolar uchun migratsiyadan oldingi tayyorgarlik markazi ochilishi mumkin. Migratsiya agentligi direktori Bekzod Musayevga ko'ra, O'zbekiston bu taklifni Rossiyaga taqdim etgan. Markazda muhojirlar uchun bir qator xizmatlar ko'rsatilishi rejalashtirilgan. Dastiloskopiya, fotosuratga olish, kirishi taqiqlanganligini tekshirish va sug'urta rasmiylashtirish. Shu bilan birga u yerda faqat hujjatlar emas, balki ishga chiqishdan oldingi tayyorgarlik ham amalga oshiriladi. Rossiya aloqa axborot texnologiyalari va ommaviy kommunikatsiyalar sohasidagi nazorat federal xizmati WhatsApp va Telegram messenjerlarining
ishini qisman cheklash choralarini ko'rmoqda. Bu haqda idoraga tayanib RBK xabar berdi. Nashrning yozishicha, mazkur messenjerlar firibgarlik, tovlamanchilik, shuningdek Rossiya fuqarolarini diversiya va terrorchilik faoliyatiga jalb etish uchun asosiy vositaga aylangan. Bu haqda idora huquqni muhofaza qiluvchi organlar ma'lumotlari hamda fuqarolarning shikoyatlariga tayanib bildirgan. Messenjer egalari tomonidan shikoyatlarga qarshi choralar ko'rish haqidagi ko'plab talablar e'tiborsiz qoldirilgan. Shu sababli huquqni muhofaza qiluvchi organlar materiallarga asosan xorijiy messenjerlarning ishini qisman cheklash choralari ko'rilmoqda, deyiladi Roskopnadzor xabarida. Qayd etilishicha, 21 oktyabr kuni Rossiyaning janubiy hududlarida Krasnodar o'lkasi, Adegiya, Rostov va Astraxan viloyatlari hamda Stavropol o'lkasida Telegram va WhatsApp ishlashida uzilishlar kuzatilganligi haqida ko'plab shikoyatlar tushgan. Rossiya migrantlar uchun patent tizimini bekor qilishi mumkin. Rossiya prezidenti bu haqda parlament fraksiyalari rahbarlari bilan o'tkazilgan yig'ilish chog'ida aytib o'tdi, deya xabar berdi Interfax. Patent tizimini bekor qilish g'oyasi Adolatli Rossiya haqiqat uchun fraksiyasi rahbari Sergey Mironov tomonidan bildirildi. Patent tizimini bekor qilish zarur. Mamlakatimizga ishchi kuchi kerakligi isbotlangan. Ularni Rossiyaga oilalarsiz olib kelish kerak. Migrantlar ishlasin, pulni olishsin va yurtiga qaytib ketishsin, deya fikr bildirdi Mironov. Putin shuningdek, hukumat Rossiyada migratsiya sohasida muammolar yo'qdek ko'rsatilmasligi kerakligini aytdi. Rossiyada migratsiya siyosati bo'yicha ko'plab qarorlar qabul qilingan va endi ularning ijrosiga erishish zarur, deya qo'shimcha qildi Rossiya prezidenti. Volgograd dalalarida xavfsizlik kuchlari 153 nafar muhojirni qo'lga oldi. Volgograd viloyatida sabzavot dalalarida ishlayotgan muhojirlarga qarshi navbatdagi reyd o'tkazildi. Xavfsizlik kuchlari FSB va Rossiya Milliy gvardiyasi bilan birgalikda 150 dan ortiq xorijiy ishchilarni hibsga olish ishlari olib borildi. Tekshiruvlar to'g'ridan-to'g'ri odamlar hosil yig'ayotgan dalalarda o'tkazildi. Qidiruv va kuzatuv uchun dronlar ham ishlatilgan. Viloyat Ichki ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, jami 153 nafar migrant tekshirilgan. Ulardan 48 nafari qo'shimcha tergov o'tkazish uchun migratsiya bo'limiga olib ketilgan. Ularga nisbatan migratsiya qonunchiligini buzganlik uchun 86 ta ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Bundan tashqari, zarur hujjatlarga ega bo'lmagan 17 nafar shaxs vaqtinchalik saqlash hibsxonasiga joylashtirildi va ular o'z vatanlariga deportatsiya qilinadi. Bunday ommaviy reydlar Rossiyaning turli mintaqalarida tobora keng tarqalmoqda. Buxorodan Vladivostokka to'g'ridan-to'g'ri parvozlar yo'lga qo'yilmoqda. Centrum Air ushbu yo'nalishdagi parvozlarni 5 noyabrdan boshlaydi. Chipta narxlari Buxorodan Vladivostokka 4 700 000 so'mdan, Buxoro-Vladivostok-Buxoro 10 700 000 so'mdan boshlanadi. Ushbu xabarni barcha yaqinlaringizga yetkazishni unutmang. Toshkent va Nijniy Novgorod viloyatlari o'zaro hamkorlik shartnomasini imzoladi. Zoir Mirzayev va Nijniy Novgorod gubernatori Gleb Nikitin imzolagan shartnomaga savdo-iqtisodiy, ilmiy-texnikaviy, madaniy-gumanitar va ijtimoiy sohalarda hamkorlik nazarda tutadi. Shuningdek, gubernator Nijniy Novgorod viloyatida 2000 nafar o'zbekistonlik talaba tahsil olayotganini va bu jami xorijiy talabalarning 30% ekanini aytdi.